Gazon parvarishi uchun kerak bo'ladigan top 5 maslahat. Agar bu ma'lumotlarni bilsangiz, sizda hech qanday muammo bo'lmaydi. Birinchi maslahatimiz gazon sug'orishda ertalab quyosh chiqishidan oldin va kechasi quyosh botgandan keyin sug'oring. Ikkinchi maslahatimiz bu gazon o'rishdan oldin gazon namligini tekshiring. Gazon nam bo'lsa aslo o'rmang. Chunki gazon nam bo'lsa apparatimiz pichog'iga salbiy ta'sir ko'rsatadi hamda yerga chochib ketish ehtimoli juda ko'payadi. Chochib ketgan joylar sarg'ayib chirishni boshlaydi. Hamda o'rishdan oldin har xil begonotlarni ildiz bilan olib tashlang erinmasdan. Ikkinchi maslahatimiz bu yoz oylarida 6-7 sm gacha uzunlikda gazoningizni o'rsangiz bo'ladi. Bahor kuz oylarida esa 4-5 sm gacha taqab o'rsangiz bo'ladi. To'rtinchisi bu ana bu obyektimizni o'rib ketganimizga bir hafta bo'ldi. Sug'orilishlar hammasi to'g'ri olib borilgani sababli gazon o'riladigan holatga yetib keldi. Agar sizda ham sug'orilish to'g'ri bo'lsa, gazoningizni bir hafta, oshi borsa 10 kunda bir marta o'rib turing. Beshinchisi bu gazonimizni 1 yilda 2 marotaba uxod qilishimiz kerak. Bu uxod jarayonlarini sizlar bilan bo'lishmaganimizning sababi buni o'zini mutaxassislarga qo'yib berganingiz ma'qul. Chunki bu juda ham ko'p ko'nikma va opit talab qiladi. Agar sizga ham shunday uxod xizmatlari kerak bo'lsa, Landschaft Gardenga murojaat qiling.